2026-yil 2-mart kuni AQSh tomoni Eronning dron tashuvchi Shahid Boqiriy kemasini yo'q qilganini aytib chiqdi. Forslar buni rad etdi. Ko'p o'tmay AQSh bosh qo'mondonligi kemaga 2 raketa zarbasi berilgani tasvirlangan videoni e'lon qildi. Bu orada Rossiya ommaviy axborot vositalari ham kema safdan chiqarilgani haqida yozdi. Amerikaliklar haqiqatdan Shahid Boqiriyni yo'q qilganga o'xshayapti. So'nggi yillarda sodir bo'layotgan urushlarda jang uslubi biroz o'zgardi. Endi urushda uchuvchisiz qurilmalar, ya'ni dronlar asosiy jang quroliga aylanib bormoqda. Urushayotgan tomonlar ularning juda kichigidan tortib, samolyotlargacha o'xshatib yasalgan yiriklarigacha foydalanishyapti. Dronlar muhim rol o'ynagan birinchi urush bu Ozarbayjonning Qorabog'ni ozod qilish uchun armanlarga qarshi olib borgan urushi edi. Unda Ozarbayjonlar Turkiyada tayyorlangan Bayraktar dronlardan foydalangan edi. O'shanda Ozarbayjon armiyasi bu dronlar yordamida dushman pozitsiyalarini muvaffaqiyatli nishonga olgan va bu g'alabaga katta hissa qo'shgan edi. 2022-yil 24-fevral kuni Rossiya Ukrainaga bostirib kirdi va ko'p o'tmay ikki tomon ham dronlardan foydalana boshladi. Keyinroq Ukraina turli o'lchamdagi o'z dronlarini ishlab chiqara boshladi. Rossiya esa o'zi ishlab chiqargan dronlar samara bermagach, Erondan Shahid dronlarini ola boshladi. Keyinroq shu dronlarni Geran 2 nomi bilan Rossiyada yig'ish boshlandi. Rossiya Eron dronlarini muvaffaqiyatli ishlata boshlagach, forslar uchuvchisiz qurilmalarni tayyorlashda ancha ilg'orlashib ketgani ma'lum bo'ldi. Eronda uchuvchisiz boshqariladigan apparatlar tarixi 1980-yillarga borib taqaladi. Jumladan bu davlat 1985-yilda Muhojir va Abobil nomli uchuvchisiz apparatlarni tayyorlagan edi. O'sha paytda Eron qo'shnisi Iroq bilan urush olib borayotgandi. 1979-yilda sodir bo'lgan inqilobdan keyin G'arb tomonidan joriy etilgan sanksiyalar, shuningdek, Iroq bilan urush mamlakat iqtisodiyotini zaiflashtiradi. Shu sababli 1990-yillarda Eronda dronlarni takomillashtirish, yangilarini ishlab chiqish birmuncha suslashadi. Biroq 2000-yillarga kelib, forslar uchuvchisiz apparatlarni yaratish, ularni mukammallashtirish ishlarini boshlaydi. Ko'p o'tmay Shahid turidagi ilk dronlar ishlab chiqariladi. Keyinroq forslar uni takomillashtiradi va Shahid 107 dronni yasab chiqadi. Keyinroq 2010-yillarda Shahid 129 va 2020-yilda Shahid 136 dronini ishlab chiqarish boshlanadi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgach, Erondan aynan Shahid 136 dronlarni oladi. So'ng uni Rossiyadan Geran 2 nomi bilan yig'ishni yo'lga qo'yadi. Shuningdek, Eron Muhojir turidagi uchuvchisiz qurilmalarni ham takomillashtiradi va 2018-yildan boshlab Muhojir 6 dronlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Forslar 2013-yildan boshlab Arash turidagi dronlarni tayyorlay boshlaydi. 2019-yilda Arash 2 droni yasab chiqiladi. Bundan tashqari Eron turli yillarda Sina, Abobil va Fotros turiga kiruvchi dronlar yasab chiqadi va ularni takomillashtiradi. Umuman olganda Eronning eng muvaffaqiyatli loyihasi Shahid turiga kiruvchi dronlar bo'lib, forslar uning Shahid 131, Shahid 171 va Shahid 191 modellarini ham yasab chiqqan. Eron dronlarining ommalashuviga ularning arzonligi ham sabab bo'ldi. Masalan, bir dona Shahid 136 dronning narxi uning jihozlanishiga qarab 20 mingdan 50 ming dollargacha yetadi. Turkiyaning Bayraktar TB2 dronlar to'plami unda 6 ta uchuvchisiz qurilma, 2 ta boshqaruv markazi va 200 ta raketa hamda bombadan iborat qurol-yarog' bor. 70 million dollar atrofida narxlanadi. Ya'ni Baykar Makina kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan har bir dron 10 million dollar atrofida turadi. Demak, Eron dronlari ulardan o'rtacha 30 barobar arzon. Keyinchalik garchi sanksiyalar ostida yashagan bo'lsa-da, dron ishlab chiqarishda rivojlangan davlatlarni ortda qoldirgan Eron dron tashuvchi kemaga ham ega bo'ldi. Eron uchuvchisiz qurilmalarni ishlab chiqarishni rivojlantirar ekan, harbiy dengiz floti bor bo'lgan bu davlat dron tashuvchi kemaga ega bo'lishni maqsad qiladi. Forslar eski konteyner tashuvchi kemani sotib olishadi va uni qayta jihozlab, dron tashuvchi kemaga aylantirishadi. So'ng uni Eron Iroq urushida halok bo'lgan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi harbiy havo kuchlari qo'mondoni bo'lgan Amir Bahman Boqiriy sharafiga Shahid Boqiriy deb nomlashadi. Bu kema 1990-yillar oxirlarida Janubiy Koreyaning Hyundai kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladi va 2000-yilda suvga tushiriladi.
Uzunligi 240, eni 32 metr bo'lgan bu yirik kema uzoq yillar davomida turli kompaniyalarga xizmat qiladi va dunyo bo'ylab asosan konteyner tashiydi. Bu kemani Eron qachon va qaysi kompaniyadan sotib olgani haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Uni ilk marta 2023-yilda Eron sohillari yaqinida turganida payqashgan. Eron qariyb 2 yil davomida kemani dron tashish uchun qayta jihozlaydi va 2024-yil avgust oyida uning suratlari avval Telegramda, so'ng X ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilinadi. Kema 2024-yil noyabr oyida Bandar Abbos portida suvga tushiriladi va u Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi tasarrufiga beriladi. Kemani sinovdan o'tkazish 2024-yil 13-noyabrda boshlanadi va 2025-yil fevralgacha davom etadi. 2025-yil 6-fevral kuni Shahid Boqiriyning taqdimoti o'tkaziladi. O'shanda uning bortida Abobil 3, Jas 313, Muhojir 6 dronlari, Bell va Mi-171 vertolyotlari turgani ko'rsatiladi. Shahid Boqiriy bortiga 30 ta tez harakatlanuvchi zarbdor katerlar ham joylashtirilgan. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi generali Husayn Salomiy bu dron tashuvchi kema dengizda 1 yil bemalol suzib yura olishini aytgan edi. Shahid Boqiriyda uchuvchi qurilmalardan tashqari zenit raketalari, havo hujumidan mudofaa tizimi va qanotli raketalar ham joylashtirilgan. Unda harbiylarni davolashga mo'ljallangan gospital ham mavjud. Shahid Boqiriyning bortidagi uchish-qo'nish yo'lakchasining uzunligi 180 metr bo'lib, undan Eronda tayyorlangan aksariyat dronlar parvoz qila oladi. Dron tashuvchining borti xuddi AQShning aviatashuvchi kemalari bortiga o'xshab ketadi. Bunda ham kema bortining bir cheti balandroq, ya'ni tramplin tarzda qilingan va dronlar o'sha joydan havoga ko'tariladi. ...2026-yil 28-fevral kuni AQSh hamda Isroil Eronga raketa va aviatsiya zarbalari bera boshladi. Oqibatda bu davlatdagi ko'plab obyektlar vayron bo'ldi. Yuqori lavozimli shaxslar yo'q qilindi. Jumladan, Eron oliy rahbari Ali Xomenei, Mudofaa vaziri Aziz Nosirzoda, Qurolli kuchlar bosh shtab boshlig'i Abdulrahim Musaviy, quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondoni Muhammad Pokpur, Mudofaa kengashi kotibi Ali Shamxoniy va boshqalar halok bo'ldi. Eron ham qarab turmayapti va bunga javoban Fors ko'rfazida joylashgan Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Bahrayn davlatlaridagi AQSh harbiy bazalariga va Isroilga javob zarbalari yo'llamoqda. 2026-yil 2-mart kuni AQSh bosh qo'mondonligi Eronning dron tashuvchi kemasi yo'q qilingani haqida xabar berdi. Forslar buni rad etib chiqdi. Biroq ko'p o'tmay turli ommaviy axborot vositalari, ular orasida Eronning yaqin ittifoqchisi bo'lgan Rossiya davlat saytlari ham mavjud. Shahid Boqiriy haqiqatdan ham yo'q qilingani haqida yozdi. Bu orada AQSh tomoni Shahid Boqiriyning qanday tarzda yo'q qilingani tasvirlangan videoni ham e'lon qildi. Unga ko'ra, amerikaliklar kemaga 2 marta raketa zarbasi bergan. Raketalarning biri kemaning markaziga, ikkinchisi esa bortning chet qismiga urilgan. Oqibatda kema jiddiy shikastlangan va safdan chiqqan.